6 oyda 2 qat bo'lyapti bu qiz. Voy, men hozir tasavvur qilmayapman 6 oyda 2 qat bo'lyapti deb bolasi tushyapti. 2 qat bo'lyapti. Shunaqa jalqa menga buni hozir tasavvur qilmaysizlar. 4-chi tushgandan keyin keldilar. Men prosta usholmayapman bu qizni, chunki yosh bola. Chaqaloq men uchun chaqaloqcha deydi. 19 yosh qiz men uchun chaqaloqcha. 4 ta homilani yo'qotganlar, lekin bu 4 ta homila yo'qotgan joyda tabiiy etib beryaptilar. Tushdi, keyin umriga ketdik, keyin yana tushdi. Keyin ana qildik, uzun bilmay qoldim. Tasavvur qilinglar, qancha sog'lig'i ketyapti bu qizaloqni. Bunaqa mumkin emas. Hurmatli onalar, kelinglar qizlarimizni o'rgataylik turmushga rivoqlik berib yuborayotganimizda. Hey, bolang tushsa, doktori mahkam o'sha. Ikkinchi bolang tushmasin. Chunki yosh bola, agar yonimda sal kattaroq qiz o'tirsaydi, urishardim. Endi nahotki o'zingni shunchalik yomon ko'rasan. Nahotki o'zing sog'lig'ing senga shunchalik kerak emas. Men sizga gapiryapman bu eshitsin deb, chunki baqira olmayman. Bu rебенок.